Xudo xohlasa 2026-yilning 24-avgustdan asla turibmiz aka-ukalar. Sifat darajasi yaxshi. 2 bosh. Kechki bo'g'oz so'rovdinglarmi? Mana sizlarga kechki bo'g'oz. Bittasi 5 oylikdan oshib qolgan, bittasi 4 oylikdan oshib qolgan. 4 oyga 5 oyga olaverasizlar. Shved paroda so'raganlarga shvedda originali xudo xohlasa, olab paroda so'raganlarga olab paroda. Namangan viloyati Chust tumani Karlon qishlog'i o'sha Muhammad Ali akaning xonadonlariga kelganmiz. 2026-yil, yana o'sha 24-avgust aka-ukalar. Hafta kuniga dushanba. Mana shu molni obzorini qilishni boshlaymiz. Aka, necha oylik? 5 oylik qo'yapsizlar. 5 oyda oshgina. 5 oy piyuz 5 oylik qo'yarsa aka bilan so'rashmadi, men chiqmay qo'yaver deyaptilar. Xullasi aka-ukalarim 5 oylikka olasizlar. Kurashchlari nechta? 2 dona endi yorgan. Endi yorgan. Xudo xohlasa kurashlar 2 dona, bo'ylari 1.25 yabayada chiqadi. Xotirjam, oq quloq, oq tumshuq, oq yelin so'ragan aka-ukalarim. Haqiqiy chista Shvedskiy parodalardan, Qirg'iziston parodasidan, Qirg'iziston shvedlaridan aka-ukalar. Xudo xohlasa yaxshi, etoshi ham yaxshi, korpuslari ham, kalla holati ham o'ziga yarashgan mol korpusli mol, oq quloq, oq tumshuq variantidan. Aka, narx cho'zmaydi. O'zi yelin tashab qo'yibdi, onangizdan. Aka-ukalar mana yelin tashab qo'yibdi. Xo'p, narx aka. Narxi o'zingiz belgilang burada. Aytavering. 31,5 millionga telefon qilishsin. Qami xayrisi bor. 31 millionga telefon qilishsin, kami xayrini qilib bering. Aka-ukalarim 31 million kami xayri bor. Bilasizlar, shvedlar narxi qimmat yuradi. 31 millionga kami xayri bor. Vodiy bo'ylab dastavkasini ham qilib beraman deyaptilar. Xo'p, ikkinchi molimiz ola parodasidan. Necha oylik aka? Bo'ylari 1.15 ustida, 1.15 ga olaverasizlar. 1 atrofida chiqib qoladimi? Xotirjam. Ola parodasidan xudo xohlasa. O'g'ri buni 2 kurak. 4 kurak. 4 kurak. Hop. Qornidagi bolasi 4,5 oylik, 5 oylik, 4 oylik hosillar pil. 4 oylik pilsga ketaveradi. Bitta tuqqan kiysiga bo'g'az bo'ladi. Xudo xohlasa aka, gazdor. Mollik orqa korpuslari ham chiroyli, kevorgan. Biz ashaddiy muxlislarimiz bor, obunachimiz bor, kuzatib turgan. Kecha aytdik. Bir tog'a kuzatarli, endi bir tog'aga bir mol berganlar aka. Tog'a telefon qiling, xudo xohlasa mana shu mol ham sizga borishi mumkin. Men nomerlarni to'g'risi kechasidan chiqarib qo'ydim, aytdim-ku sizga. Molni yeyichiga bir hafta garantiya. Bir haftadan o'tmasdan oldin aytishsin, kim olsa ham. Kim olsa ham aka aytyaptilar, bir hafta garantiya, bir haftadan keyin aytishsin. Bir hafta ichida yemasa qaytarib kelaman, bir haftadan keyin tan olmayman deyaptilar. Xo'p, xullas shu tog'a bilan men gaplashdim aka, mabodo. Tog'a telefon qilib ustini bersalar, mana shu molni yetib berasizmi bo'g'az, ha? Kelishaman, birov kuydirmaymiz xudo xohlasa. Birov kuydirmay yetib berib, ha, nargi molni ustiga bersalar olib kelaverasiz, molni qaytarib, ha. Bo'ldi aka-ukalarim, tog'a telefon qilasiz. Mana shu mol misol uchun yoqqan bo'lsa, ustini berasiz, olib kelaverasiz. Narxini ayting aka, buni eng qiziq joyi narxi. Orada 24 million kami bor. Dastavkasi ham bor. 23,5 berishsin aka. 23 million 500 ming berishsin. Kami xayrni qilib, egasiga yetib bering. Yedi ishtiga sog'lomlarga bir hafta garantiyasi bering. Og'zi zuvashkasi bilan turibdi. Xudo xohlasa aka-ukalarim yosh, ikkalasini ham butun kelajak oldi. Bittasi bitta tuqqan, bittasi hali tug'magan. Shved ola parodasidan. Telefon qilasizlar 24 ga qo'yilgan raqamlarga xotirjam sotib olaverasiz. Mana shu yerda videoga yakun yasaymiz, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani umr rizqiga, kasb koriga olganga ham sotganga ham Alloh xayrli va barakotli qilsin aka-ukalarim. Joninglar sog' bo'lsin.